Davron Kabulov sudlashayotgani va millionning sinishini kutayotganlar haqida ochiqladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Million jamoasi sardori Davron Kabulov intervyu berdi. Mehmonxona ishi bo'yicha sudlashayotgani va ba'zi tashkilotlar tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun harakat qilayotgani haqida gapirib o'tdi. Davron Kabulov Mirkomil Musayev bilan sahnada xayrlashayotganida qattiq ta'sirlangani, bu kadrni videoda chiqarish haqida uzoq o'ylagani haqida gapirib o'tdi. Montaj jarayonida ko'zim yoshlangan, sahnani qo'yish haqida gap o'yladim. Chunki har kungi konsert tasvirlarida deyarli bir xil emotsiyada turibman. Menimcha 7-8 marta bu kadrni olib, tashlatib qayta joyladim. Davron Kabulov sobiq jamoa a'zolari bilan konsert oldi maslahatlashadimi yoki ularga sahna ortida hamkorlik qilish taklifini beradimi? Alisher bu yo'nalishga qaytmaslikka ahd qilgan. Mirkomil esa mas'uliyatli vazifani bajaradigan rahbar. O'zi oxirgi yillarda asosiy ishdan ortib ijodga vaqt ajratishga ham imkoni bo'lmayotgan edi. Kun kelib hammamiz jamoani tark etamiz. Chunki avlodlar almashib boraveradi. To'g'ri, Alisher va Mirkomil akaning ketishi jamoaga katta yo'qotish bo'lgandir, ammo ular qadri borligida muxlislar olqishi bilan sahnani tark etishdi. Bu holat yoqimli, deydi Davron Kabulov. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.